Kutubxonalar nafaqat kitoblar maskani, balki bilim, ma'naviyat va tafakkur markazidir. Kutubxonachi esa faqat kitob beruvchi emas, balki ma'naviyat targ'ibotchisi hamdir. Ana shunday targ'ibotchilar o'rtasida kuni kecha Olmazor tuman axborot kutubxona markazida Toshkent shahar bilim axborot kutubxona markazi tashabbusi bilan kutubxona malikalari ko'rik tanlovi bo'lib o'tdi. Hozirgi kunda kitobxonlarimiz judayam aqlli, zukko, ayniqsa yoshlarimiz intellektual salohiyatli. Biz ularga munosib xizmatni tashkil etishimiz kerak. Buning uchun bizda eng katta muammo kadrlar masalasi. Chunki biz kutubxonada ishlayotgan kutubxona xodimlari ulardan-da aqlli bo'lishi kerak. Ulardan bir qadam olg'a yurishlari kerak. Ularni so'rayotgan axborotlarini, kitoblarini qay tartibda bo'lmasin, elektron bo'ladimi, bosma bo'ladimi, vaqtli nashrlarda bo'ladimi yoki bo'lmasa axborot resurslar, ya'ni elektron variantdagi kitoblar bo'ladimi, ularga tez va sifatli yetkazib berishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun biz Toshkent shahar bo'yicha 10 ta tuman bor. Mana shu 10 ta tuman kutubxonalar hamda shu Toshkent shahar bilim axborot kutubxona markazidan eng zukko kutubxonachilarni tanladik. 4 ta shart asosida bular bellashyapti. Kutubxonachi har bir sohada ilg'or bo'lishi kerak. Ham pedagog bo'lishi kerak. Kerak bo'lsa san'atkor bo'lishi kerak. Har bir psixolog bo'lishi kerak. Har bitta sohani vakillari keladi, o'qituvchilar, professorlar keladi. Har biriga munosib so'zni va axborotni tanlab tarqatishimiz kerak bo'ladi. Agar mana shu maqsadlarga erishadigan bo'lsak, biz hozirgi kun talabiga mos ravishda axborot kutubxona faoliyatini tashkil etgan bo'lamiz. Tadbirda Toshkent shahridagi tuman kutubxonalarda faoliyat yuritayotgan iqtidorli va tashabbuskor kutubxonachilar ishtirok etdilar. Ishtirokchilar bir nechta shartlar asosida bellashdilar. Jumladan, o'zini tanishtirish, kasbiy mahoratini namoyish etish, kitob targ'iboti bo'yicha innovatsion g'oyalar taqdimoti hamda badiiy chiqishlar orqali o'z iqtidorlarini sinovdan o'tkazdilar. Kutubxona malikasi tanlovi menga juda ham yoqdi. Boshida hayajonlar bo'ldi, lekin mana hurmatli prezidentimizni kitobxonlik madaniyatini oshirish uchun qilayotgan sa'y-harakatlari, ayollarimizni jamiyatda o'rnini yuksaltirish, ayol jamiyatda qadri baland bo'lsa, o'sha jamiyat yuksaladi. Ya'ni bu 3-Renessans poydevorini barpo etishda ham prezidentimiz avvalo ayollarimizni ilmli qilishimiz, qizlarimizni o'qitaylik va buni oiladan, jamiyatdan boshlaylik degan fikrlari bilan misol tariqasida bugungi tanlov ham shu asnoda bo'lgani uchun barcha tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va bu sohada yana ko'proq faoliyat ko'rsatib, ko'proq marralarni zabt etishni o'zimga maqsad qilib qo'ydim. Birinchi shart menga juda ham yoqdi, chunki o'zini hayotini, faoliyatini tanishtiruv qanaqadir samimiy tarzda bo'ldi. Bu men uchun shunaqa, ya'ni ishtiroklarning ichida birinchi shart menga juda ham ma'qul bo'ldi. Kutubxona sohasida ilm va faoliyatni rivojlantirish uchun har bitta sohada bo'lgani kabi kutubxonada ham ilm faoliyatni rivojlantirish shart. Chunki har bitta ilm va faoliyat kitobdan boshlanadi. Biz kitob o'qishni, mutolaa qilishni oiladan, maktabdan, ya'ni o'sha jamiyatning bir bo'lagidan boshlasak, o'sha jamiyatning bir bo'lagi ertaga katta marralarni zabt etishga muvaffaq bo'lishga olib keladi deb ishonaman. Tadbir davomida kitobxonlikni targ'ib etuvchi chiqishlar, she'rlar va sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Tanlov yakunida g'oliblar esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Kutubxona malikasi ko'rik tanlovi nafaqat kasbiy bellashuv, balki madaniy, ma'rifiy muhitni boyituvchi muhim tadbir sifatida e'tirof etildi. Bir so'z bilan aytganda, mazkur tanlov kutubxonachilik kasbining nufuzini oshirish, xodimlarning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish hamda kitobxonlik madaniyatini keng targ'ib etishga xizmat qiladi.